Heyo barchasiga salom do'stlar. Sizlar kutgan o'sha Andrew. Xullas do'stlar, Svet hozircha oldin o'tdi. Nima bo'ldi bilmayman. Uni ustiga tushib topamni. Qayerdan keldi yana? Xo'sh, qo'riqchi nima bo'ldi? Bilmayman, Svet ochib qoldi. Ha, yaxshi hal qilmanda vakillar bor. Xullas do'stlar, qani tepaga chiqaychi. Opa, shu yerdamisiz? Ha, shu yerdaman. Aloqa, Svetni tezroq yoqinglar. Opa, men pastga tushaveraymi? Ha, bemalol tushaver, ukajon. Xo'p, ketdim. Opamning ovozi o'zi shunaqa yo'g'onroq. Xo'sh, qani bu yoqlarda do'stimni yaxshi ham opam mana bunday fakellar qo'yib qo'ygan. Elektron svet emas. Xudoga shukr. Zombi. Xo'sh, dam olishga boraymikan do'stlar? Xo'sh, ham borim kelyapti-da. Ha, mayli boraman. Do'stlar, tunam bo'lib qoldi. Ana, chiroyli manzaraga boraman, chunki menda pullar ana sochilib yotibdi uyda. Men boy bo'lsam, opam bo'lsa mer. Xo'sh, qani do'stlar, ana shu chiroyli manzarani sizlarga ko'rsataman. Qanday qilib suya tushib ketdim. Xo'sh, mana bahramand bo'linglar. Qanday chiroyli bu manzara. Bundan chiroyliroq manzara yo'q. Xo'sh, o'tirib ana endi orqaga qaytamiz-da. Endi do'stimning uyiga boraman. Men do'stimning uyiga kelmoqchi edim. Aslida, chalg'ib qolib ketdim. Sizlarga shu chiroyli manzarani ko'rsatmoqchi edim, fakelim. Navbatga ham opam fakellarni qo'yib qo'ygan. Svet o'tsa, odamlar shu yerga kelishadi deb. Mana hamma odamlar ham shu yerda yurishibdi. Xo'sh, bu yoqlarda esa opamning qo'riqchilari bor va men esa do'stimning uyiga kelmish qilib, haligi zombi yo'qmi? Ha, yaxshi, kelaveraman. Assalomu alaykum. Qalaysan? Yaxshiman, yaxshi. O'zingchi yaxshi ishlab yuribsanmi? Ha, senda ham svet yo'qmi? Ha, menda ham svet yo'q, bilmaymanmi? Ha, men ana qo'rqinchli tashlandiq binoga boraymi? Keyin qo'y, nima qilasan? Borib qo'yor. Men boraman. Sanchi borasanmi? Qishloqqa? Yo'q, men bormayman. Вообще unaqa narsalardan qo'rqaman. Ha, yaxshi. Sanchi? Yo'q, men ham qo'rqaman, bormayman. Borishma. Strashniy. Bugun kechqurun mazza qilaman. Ish qilib uxlolsam bo'ldi kechasi. Xo'sh, zombilar yo'qmi? Oq qishloqlar yo'q emasmidi? Yo'q, men shu yerga qarab turaman-da, odamlar kelsa sekin kirgizaman. Kirgizib nima qilasan? Yo'q, mendan so'rashadi-da, anaqa videoga olib kirishadi-ku, shunaqaga. Ha, shunaqa degan. Ha, sen ham kirasanmi? Da, kirmoqchi edim. Ana bu yerda kirasan. Aha, faqat nima bo'ladi? Keyingisida shu yerdan kiraman. Xo'sh. Yog'iga hech narsa ushamagin, xo'pmi? Xo'p. Fakelam qo'yma. Xo'p. Yaxshi do'stlar. Buni o'zida kompyuter bo'lgan ekan, lekin yo'q qolgan. Mayli. Olasan. Sen olasan. Kim? Kimsan? Yo'q. Qalin tovushlar. Yo'qol. Ket. Sho'mayo. Bana olasan. Eshik och. Hey, och qishloqqa. Och eshikni och. Eshikni qulflama, och eshikni. Yo'q, nabarat sen och eshikni qulfku. Bu yerda qo'rqinchli ovozlar chiqyapti. Yo'q, tomga chiqib o'zing tasha. Nima zinnimisan? Boshqa iloji yo'q. Tom qo'rqmasdan tezroq. Jinnimi? Bu yoqda nima bo'lgan o'zi?
Bunisini aytolmayman. Agar qo'rqgan bo'lsang tezroq ket bu yerdan. Hop. Manimcha bekor svet ochdi-yu do'stlar. Mana uylarda svet bor, lekin bu yoqlarda fakir qo'yib olishgan. Xo'sh, opamni oldiga boraychi. Svet yondimikan? Ishqilib bu joyga borganman. Opam sezib qolmagan bo'lsa bo'ladi. Opa, ana svet yoqdingizmi? Hozir jim turib tur. Shuni harakatidaman. Hop. Endi nima qilsam ekan? Opa, zerikib ketdim. Qachon svet yoqasiz? Ozgina jim turib tur. Hop. Xo'sh, shunda nima qilsam ekan do'stlar? Nima qilishni ham o'ylamayapman. Kechasi bilan o'tirib chiqmayman-ku Minecraftda. Yana nima qilsam ekan? Bor, ko'chada aylan, nimadirlar qilib tur. Hop. Sohilga dam olishga boraman. Hopdi. Yaxshi borib kelgin, ehtiyot bo'l. Hop, qo'riqchilaringiz bor-ku. Xo'sh, do'stlar. Hozir borib keldim-ku yo'ga. Tunda yo'qda nima bor? Ishqilib ochiqmikan degan savol. Xo'sh, janob, bu yer ochiqmi? Yo'q, hozircha turib bekiradi. Yo'q, mani kiriting, iltimos endi. Yo'q, kirita olmaymiz. Iltimos kechiring bizni. Men merni ukasi bo'laman, nima deysiz? Bemalol bepulga kirishingiz mumkin. Ko'rdinglarmi do'stlar? Yomonamchi hurmat qilishadi. Hay bola, men merning ukasiman. Yo'q, hurmat qilinglar ukani. Xo'sh, do'stlar, nima qilsam ekan bu yerda? Shumay qo'riqchilar, ana uni o'shalar. Men endi opamning erkasiman-da o'shanga. O'zimni shunaqa tutaman. Svet yondimikan? O'zi svetsiz qolib ketdik-ku. Men suv deyapman. Shu svet o'chishiga videoni yoqdim-da o'zim do'stlar. Qo'riqchilar tom ketdimi deyman. O'char o'zingni. Mer ukasiman, nima deysan? Opa, svet yoqdingizmi? O'chirib tur, opasini dedim. Nima aylanmadingmi? Axir obunachilarimga zerikali bo'ladi. Sallamasdan gapir. Bor ana, aylan ko'chalarda. Topdim. Bor unda. Do'stlar. Shuni qilsam ekan, bu yerda hech narsa yo'q, bu yerda ham kerak narsa yo'q. Jigarga qaytga ketdi ekan. Kichkina pikselcha. Ket bu. Ko'rib bo'lmaydi-ku. Ko'rib bo'lmaydi bunaqa zimistonli Guliston joyda. O'lsana. Xullas, do'stlar, mana tongga o'tib qolaydi-da, hozir men epic kadr qilaman. O'xshamadi. Hammanda. Nima qildim? Endi opamdan ko'radiganimni ko'raman. Nima qildim men? Bitta qo'ygan edim. Yo'q, 3 ta. Nima qildim? Yaxshi. Xullas, men shuning uchun videoni yoqgan edim. Qo'rqinchli narsa o'xshadimi? Xullas, video qiziqarli chiqqan bo'lsa, like va obunani bosib qo'yinglar do'stlar. Andrew! Nima? Mamcha opam bildi. Xullas, xayr do'stlar.